Da. Bo'ladi. Bo'ldi, bolam bo'ldi. Эй, вашу мать! Ой, нет, это я не тебе. Эй, ты мне лучше скажи, почему у меня интернет не работает, а? Я знаю, что я не платил. Почему не работает интернет, я тебе говорю. Эй, я сейчас занят. Давай, перезвони мне. Давай, целую. Вот, я хлопаю. Katya, sho'ring qaynab yotibdi, chiqsang-chi. Men senga aytgandim-ku, qarab turdi. Ey, men bolangga qaraymi, sho'rvangga qaraymi, ey? Men boyagina kirdim-ku o'zi. Ey, xudo deb gapirgin, qanaqasiga boya kirasan? Sen kecha kirib ketganding, ey. Nima yeganding o'zi bunchalik, Katya? Albert Safarovich, bu yoqqa kel dedim. Albert Safarovich, yig'ishtir o'yinchoqlaringni. Men senga qancha aytganman bu yerda o'ynamagin deb? Qancha aytganman? Ey, davay yig'ishtir. Normalniy yig'ishtir. Ey, nega tepyapsan bolani? O, yenangni. Sen qayoqdan ko'ra qolding tepganimni? Tualetda o'tirgan odam. Yenangni. Bo'ldi, qizim. Ey, qanani haliga pul. O'chir davay televizordan. Svetga sen to'laysanmi? O'chir davay. Ey, Katya dedim. Katya, chiqsang-chi bo'landi. Qiynalib ketdim. Bo'l dedim senga. Eshikni buzib kiraman hozir. Sen normalniy o'tirishga qo'yasanmi? Nadayol qilding-ku. Yenangni. Yana boshladi-ku. Ey, Taka, men hozir tushsamchi, отвечаю, o'sha drelni отвечаю bir narsa qilaman. Voy, yenangni ham ko'ring, yana kim keldi? Qanaqa kun bo'ldi? Hammalaring nima kelishib olganmisizlar yoki? Voy, yenangni. Bak, voy, senmiding? Qanday endi? Yaxshi. Tinchlikmi? Men bolamni senga qoldirmoqchi edim. Mayli, qaynonamga qoldira qolay-a, davay Sapar. Qoldiraver, bak, voy, qarab turaman, dusha. Qoldir. Riskovat qilmay qo'ya qolay-a, mayli unda. Yomon yedirding. Kirmaysanmi uyga? Katya, boqva keldi, chiqay. Mana chiqaman. Yo'q, Katya, men ketyapman уже, chiqmay qo'y. Aytgancha boyagi вопрос bo'yicha. Talasga to'yga borasizlarmi? Men senga aytdim-ku Sapar, bormayman sen bilan hech qayoqqa. Tiem более Talasinga bormayman. Bormasang bormay qo'ya qol, davay. Yana nima? Voy, qandaysiz ona? Voy, egilishimni-chi. Qani kiring. Katyacha, ona keldi. Tushunaman, xavotir olyapsiz. Shunga qaramay, o'zi tekshiruviga ko'ra bolaning patologiyasi borasidagi shubhamiz o'zgarmadi. Xo'p, unda biz nima qilaylik? Biz farzandimizda qandaydir surunkali biror kasallik yoki nuqson bo'lishi mumkin degan fikr bilan